قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz 22-darsni o'qiymiz. Bugungi darsimizda sizlarga asosli o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun fe'l mudori'ninki 3 xil holatini o'rgatmoqchi. Ya'ni fe'l mudori'ninki i'rofdagi, harakatdagi 3 xil holatini bugun bayon qilib o'tadi. Biz bu 3 xil holatni ilgirki darslarimizda ayrim holat so'zlab bo'lgan. Bugungi darsimizda buni xulosalab, yig'inchoqlab o'tib ketmoqchi. Onda olsa biz dersimizde bir vasıta başlayımız. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dersu thani vel ashrun. 22. ders. Halatul mudari'i thalath deydi. Mudari'ninki 3 xil haleti deydi. Mudari'ninki 3 xil haleti. Bu 3 xil halet qaysilardan ibaret? Birincisi el-mudari'il merfu'. Peş oquladigan mudari'. El-mudari'il mansub. Zivar oquladigan fi'l mudari'. El-mudari'ul meczum, sakin oquladigan fi'l mudari'. Demek biz şu narsani bilishimiz kerakki, fi'l mudari' faqat 3 xil holatda bo'ladi. Ya pesh bo'ladi, ya zavar bo'ladi, ya sukun bo'ladi. Nim bo'lmaydi? Zir bo'lmaydi. Fi'l mudari' nim bo'lmaydi? Zir bo'lmaydi. Fi'l mudari'ning harakati faqat 3 xil. Pesh, zavar, sukun. Qandaq holatda pesh bo'ladi, qandaq holatda zivar bo'ladi, qandaq holatda sukun bo'ladi. Xo'sh, biz ilgirki darslarimizda tushuntirib o'tgandek, fi'l mudari' hech qandaq omillardan xoli holatda yolg'iz kelgan vaqtida bu peshlik holatda bo'ladi. Peshlik holatda. Masalan, Hamidun yadhabu. Hamid barudu. Yadhabuning oldiga zivar qiladigan omilmi kirmidi? Sukun qiladigan omilmi kirmidi? Demak, omillardan xoli kelgan ahvol ostida pesh o'qiladi. Shuning uchun nima qildi? Pesh o'qildi. Yadhabu. Qandaq holat zivar o'qiladi? Chuqum zivar qiladigan harflar kirgan vaqtida. Biz zivar qilgan harflarni ilgirki darslarimizda o'qigan. Masalan, u qaysi? Lan. Lan fi'l mudari'ning beshiga kelib, fi'l mudari'ni kuchlik holatda bulusiz qiladi. Shundaqla harakat jihatda oxirini qanday qiladi? Zivar qiladi degan. Masalan, lan yadhaba. Hargiz qanday qilmaydi? Bormaydi. Lan jumlaning ma'nosini bulusiz o'zgartirish bilan birga oxirini zivar qildi deymiz. Endi qaysi harf sukun qiladi? Biz ilgirki darsimizda o'rgangan lam. Lam fi'l mudari'ning oxirini sukun qiladigan harflardan birisi. Lam yadhhab. Bamidi o'tgan zaman shaklda bulusiz qiladi. Oxirini qanday qiladi? Sukun qiladi. Xo'sh. Bu birlik holatda shu harakatlar o'zi keladi. Masalan, peshlik holatda pesh bilan, zivarlik holatda zivar harakati bilan, sukunlik holatda, ya'ni sukun o'qilishga tegishli bo'lib qolgan yerda sukun bilan keladi. Fe'l qanday holatda? Birlik holatida. Endi ko'plik holatida desa, ko'plik yoki ikkilik holatlarida peshlik alomati xuddi peshning o'zi kelmay, shu peshga bir harfdan bir alomat bo'lganidek, zivar va sukunlik holatdami zivar yoki sukun o'zi kelmay, bir harfning tushib ketishi zivarga yoki sukunga alomat bo'ladi. Masalan, at-tullabu yadhhabuna. O'quvchilar boradi. Yadhhabuna bu yerda fi'l mudari'. Qanday holatdagi fi'l mudari'? Peshlik holatda. Nima uchun peshlik holatda bu yerda? Chunki oldiga hech qanday zivar qiluvchi yoki sukun qiluvchi omil kelmadi. Bunda holatda fi'l mudari' pesh bo'ladi. Unda bo'lsa yadhhabunadagi peshlikni o'qilgani qani desa, bu yerda nunning mavjud bo'lib tug'anligi mush yerda nunning tug'anligi fi'l mudari'ning ko'pligida peshlikning nimasi bo'ladi degan alomati bo'ladi degan. Shunga bu yerda yadhhabunani peshlikning alomati nunning bu mush yerda mavjud bo'lib turishi deymiz. Lan yadhhabu asli yazhabuna ma'u. Yazhabunaga zivar qiluvchi omil bo'lgan lan akirsak, lan yazhabu bo'ldi. Bu yerda lan fi'l mudari'ning oxirini qanday qiladi? Zivar qiladi. Demak bu lan yazhabu zivarlik holatdagi fi'l mudari' bo'ldi. Qani bu yerdagi zivar qilg'ini
nunning tushib ketganligi shu zivarga alomat deymiz. Ya'ni zivarga alomat bo'lish uchun nun qanday qildi? Tushib ketdi deymiz. Lam endi yezhabunaga lamga kirsak, lam yezhabu bo'ldi. Lam fi'l mudorini qanday qiladi? Sukun qiladi. Sukun qiladi. Demak bu fi'l mudorininki sukunlik holati. Qani bu yerdagi sukun o'qilgan holat desa, bu yerda nunning tushib ketganligi sukunga nima bo'ldi? Alomat bo'ldi deymiz. Demak, fi'l mudorining 3 xil holatida, ko'plik holatida pashlikning alomati nunning mavjud bo'lib turishi va zivar va sukunlikning alomati nunning tushib ketganligi deymiz. Bu fi'l mudori ko'plik va ikkilik shundoq bo'ladi. Ammo birlik tushi yuqoridagiga o'xshash nima bo'ladi? Hareketler özü bir vasıta keladi. Yani bununla bir narsa alamet bo'lmaydi. Aminatu tezhabu peshlik holatda, lan tezhaba zivarlik holatda, lam tezhab bo'lmadingiz. Siz. Demek bu birlik holatda qanday keldi? Hareketler özü keldi. Yani peshlik holatda pesh, zivarlik holatda zivar, sukunlik holatda sukun keldi. Endi bu fi'l mudori'tin mebni ikki dona fi'l bor. Ayollik ikkinchi shaxs ko'plik, ayollik uchinchi shaxs ko'plik. Masalan, yezhabna va tezhabna deganga o'xshash. Yezhabnani biz mebni fi'l dedik. Mebni fi'l degan qanday fi'l deganda, mebni fi'l deganimiz buningga mayli zivar qiluvchi omil kirsin, mayli sukun qiluvchi omil kirsin, o'zgarmas fi'llar. Masalan, at-talibatu yezhabna. Peshkaletmi yezhabna. Lan yezhabna, lan kirsimi yezhabna, sukun qiladigan lam kirsimi lam yezhabna. O'xshash holatda. Nima uchun? Chunki bu yezhabna mabni bo'lganligi uchun deymiz. Yani muhatap fi'llarmi shu va muhatapning birligimi harakatlari o'zi keladi. Buningga bir narsa alomat bo'lmaydi. Anta tezhabu peshlik holatda peshilan, lan tezhaba lanning kirishlan zivarlik holatda zivar, lam tezhab lamning kirishlan oxirini bo'ldi, sukun bo'ldi. Ko'plikmi g'oyibga o'xshash. Antum tezhabuna sizlar borsizlar. Tezhabuna bi peshlik holatda deymiz. Nima uchun peshlik holatda? Chunki bunda sizlar shuni tushunsangiz bo'ladi. Hech qanday nima kelmagan, omil kelmagan. Xo'sh, yoki bu yerdagi jumlaga o'rni qarab desanglar bo'ladi, xabar deb. Demak, bu yerda meni qanday bo'lsin, maqsad peshlik holatda. Peshlikning alomati nima? Nunning mishada to'g'anligi. Lan tezhabu lan kirdi peshlik holatda. Lanninki kirishi bilan nun qanday qildi? Tushib ketdi. Zivarlikka alomat bo'lishi uchun. Lam tezhabu lam fi'l mudorini sakin qiladi. Nun shu sakinga alomat bo'lishi uchun qanday qildi? Tushib ketdi deymiz. Ente tezhabine siz barisiz. Endi qaranglar bu peshlik holati. Bu yerda bu ikkilik ayollikniki muhatap birlikida. Boshqa fi'llarning birligini hammasi shunda. Faqat ayollik muhatap birlikda nunning mavjud bo'lib turganligi peshlikning alomati, nunning tushib ketganligi sukunli zivarlik va sukunlikning nima bo'ladi? Alomati bo'ladi. Masalan, lan tezhabi bamaysiz siz ayol. Deganda lan kirdi zivar qiladi, zivarga alomat bo'lish uchun nun tushib ketdi. Lam kirdi fi'l mudorining sukun qiladi, shu sukunga alomat bo'lish uchun nun qanday qildi? Tushib ketdi deymiz. Antunna tezhabna sizlar borsizlar. Buning qaraydigan bo'lsaqmi, tezhabna biz yuqorida tushuntirgandek, tezhabna yezhabna mush ikki fi'l mabni. Antunna tezhabna, lan tezhabna, lam tezhabna. Demek lam kirsimi o'xshash, lan kirsimi o'xshash, bu ikkisi kirsimi uchun o'xshash. Nima uchun? Chunki bu mabni. Mabni degan nima? Qurilib ketgan, buningga omillar ta'sir ko'rsatmaydigan fi'llarni ko'rsatadi. Yani mutakallimning ikkilisi birlik va ko'plik ikkilisida harakat o'zi keladi. Masalan, ana azhabu peshkalatni bilan peshilan. Lan azhaba zivarlik holatini bilan zivarlan. Lam azhab sukunlik holatini bilan sukun bilan. Nahnu nadhabu biz boramiz. Lan nadhaba zivarlik holatini bilan zivarlan. Lam nadhab sukunlik holatda sukun bilan. Demak bu fi'l mudori'ninki 3 xil holati. Ya'ni peshlik, zivarlik, sukunlik holatlarininki tushuntirilishi shu.
Bugungi darsimiz mushu fe'l mudorining 3 xil holatini xulosalashdan oyoqlashadi. Inshaalloh kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.